Dunyodagi eng yuqori kaloriya beruvchi va semizlikka sabab bo'luvchi top 10 ta mahsulot. 10-sidan boshlayman. 10-si muzqaymoq 100 g tarkibida 300 kaloriya mavjud. 9-si kolbasa va sosiskalar 100 g tarkibida 350 kaloriya. 8-si kartoshka fri 100 g tarkibida 400 kaloriya mavjud. 7-si gazli shirin ichimliklar tarkibida 100 gida 500 kaloriya mavjud. 6-o'rinda shokolad pastalari 100 g tarkibida 550-600 kaloriya mavjud. 5-o'rinda chips mahsulotlari 100 g tarkibida 500-550 kaloriya mavjud. 4-o'rinda mayonez 100 g tarkibida 650 kaloriya mavjud. 3-o'rinda semichka 100 g tarkibida 650-700 kaloriya mavjud. 2-o'rin shirinlik va tortlar 100 g tarkibida 500 kaloriyadan 800 kaloriyagacha bo'ladi. 1-o'rinda hammani sevimli yeguligiga aylanib ulgurgan fast foodlar 500 kaloriyadan 1000 kaloriyagacha mavjud. Bu videoni ozolmayotgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Bunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Doktor Javohir profiliga obuna bo'lib qo'ying.